Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyining 28-kunida sizlar bilan g'oyibona suhbatlashib turganimdan bag'oyat xursandman. Yagona Allohga hamd va sanolar hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Prezidentimiz tomonidan Ramazon hayiti 30-kuni deb e'lon qilindi. Shuning uchun Ramazon oyi necha kun bo'ladi? Mana shu savolga javob izlaymiz. Melodiy sana oylari 28 yoki 29 hamda 30 yoki 31 kunlik bo'lgani kabi hijriy oylar jumladan Ramazon oyi gohida 29, gohida 30 kunlik bo'lishi mumkin. Hijriy oyning melodiy oydan farqi shuki, masalan, mart oyi doimiy ravishda 31 kunlik bo'lsa, hijriy oylar hilolning yangilanishi bilan bog'liq bo'lgani uchun qaysi oy necha kunlik bo'lishi oyning ko'rinishiga qarab aniqlanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oxiratga rahlat qilgunlariga qadar 9 yil Ramazon ro'zasi tutganlar. Shulardan aksari Ramazon oyining 29 kunlik, ozrog'ida 30 kunlik bo'lgan. Bu borada Abdulloh ibn Mas'ud raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda zikr qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida 29 kun tutgan ro'zamiz 30 kun tutganimizdan ko'proq edi. Imom Ahmad rivoyati. Demak, Ramazon oyi necha kun bo'lsa, shuncha kun ro'za tutiladi va o'sha mukammal ro'za hisoblanadi. Shunga ko'ra hech kim o'zicha Ramazon doim 30 kun bo'ladi deb hukm chiqarishi aslo to'g'ri emasdir. Bunday deyish sahih hadislar va ulamolar ijmosi ittifoqiga ziddir. Ramazon oyining 29 kunlik bo'lib kelgan taqdirda ham biz oyat va hadislarga muvofiq bir oy mukammal ro'za tutgan bo'lamiz. Qur'oni Karimda Tavba surasining 36-oyatida Alloh taolo oylarni 12 ta qilib belgilagani qayd etilgan. Bu oylar insonga yordamchi bo'lib, umrini, vaqtini, ishlarini rejalashtirishda, hisoblashda lozim bo'ladi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari islom taqvimini joriy qilishga maslahat qilishgan va katta kelishuv bo'lgan. Hijriy qamariy taqvimdan joylashishga Umar ibn Xattob raziyallohu anhu davrida, ya'ni 16-hijriy yilning Rabiul Avval oyida qaror qilingan va 1-Muharram 17-hijriy yilning boshi deb hisoblangan. Hijriy qamariy yilning boshlanishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Makka mukarramadan Madinai Munavvaraga hijrat qilgan sanalari asos qilib olingan. Bu milodiy 622 yilga to'g'ri keladi. Hijriy degan so'z hijrat, ko'chishga tegishli. Qamariy esa oyga tegishli degan ma'noni bildiradi. Qur'oni Karim hamda hadislarga asoslanib, biz 29 kun ro'za tutgan bo'lsak ham, mukammal 30 kunlik ro'zani savobini olamiz. Shunday ekan, Ramazon ro'zasini tugashiga ham bir kun vaqt qoldi. O'tayotgan har bir kunimizni hamda daqiqalarimizni g'animat bilaylik. Allohga shukrki, 30 kunlik ro'zani bekami ko'z tutishga muvaffaq bo'ldik. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni hamda ibodatlarimizni qabul etsin. Oysha onamiz Rasul akram alayhisolatu vassalomdan so'rabdilar. Allohning rasuli, men Laylatul Qadrni aniq bilib qoldim. Bu kecha Laylatul Qadr bo'lar ekan. Nima deyman dedilar. O'zimizga ma'lum Laylatul Qadrdagi duo qabul, to'xtovsiz. O'shunda endi eng yaxshi duoni ayting, men qilayin o'shunda demoqchilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, aytgin. Allohumma innaka al-afuvul karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Laylatul qadr bo'ladigan bo'lsa, duoying qabul bo'lgani aniqmi Laylatul qadr kechasida? Bo'lmasa Allohim, sen afu qiluvchi karim zotsan. Afuvni yaxshi ko'rasan. Meni afu qilgin deb so'ragin deb o'rgatdilar. Demak biz duolarimizda doim mana shu afuvni so'rab turishimiz kerak.